Kökçal deydi, kökçal. Kökçal. Ana tuchajjani. Buni to'qib minib ko'rsamiz, xudo xolasa. Ko'rsamiz aka. İnşallah. Akalarim. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun. Ro'za oydamiz, yaxshi oyda, xudo xolasa yaxshi kundamiz. Jamshid Bey'in oldiga keldik. Ro'zadorlarga kuch-quvvat bersin. İnşallah bugun nechta jigar? Bitta aka. Yakka. Yakka, xudo xolasa. Arziydigan. Yakkani arziydigan aka. Toyda zo'ri o'spirin aka bu. O'spirinmi? O'spirin. Hozir hamma ma'lumotlarni berib. Yosh qanaqa jigar? Yosh aka 3 yashar. 3 yashar. Ha. Mana kechki qulun deb kelgan aka. Endi mana harakatmi? Mana aka bu kelganiga bir 5-6 oy bo'ldi. O'zim mana shu Bishkekdan olib kelganman. Olib kelib 0 edi. Menga yo'q. Kelgan baravar o'zimga kelgan, o'zim orada qo'l tekkanda minib aka mana og'izlari mana dalil shu. Yangi mingiligi. Endi bu yog'i tishini ko'rsatamiz. Kechkani jonivar. Mana qulunchilar mana. Endi mana guruch mana. Ko'rdingiz oziqda? Maydagina boshlab qopti. Mana qulunchilar turibdi mana. Tepada umuman yo'q mana. Mana top-toza aka. Yaxshilab ochib ko'rsatib qo'yaylik mana. Buni oziq. Buni hozir shunda hisobda bahor yoz yozda. Hozir 3 yoshda, kuzga masalan 3 to'ldirib 4 ga o'tadi shunda. Hozir toza 3 yoshda. Hozirgi yoshi. Like bosib qo'yamiz akalarim. Jonivor. Bo'yi basti ham zo'r ekan. Nechi bor? Aka 70 ga o'lchab olaveradi aka. 70 ga? 70 ga. Ko'rsaymiz. 70 ga o'lchab olaveradi. Qanaqa bu smeshmi yo Rossiyami? Aka bu Abakandan kelgan. Rossiya Abakan. Abakan. Rossiya Abakan. Ana bir yechinchi. Abakanning tozasi. Bu yopig'ingizni o'g'irlab ketaman davom. Ha, bu yopiqiga ko'pchilik aka ishqiboz bu yopiqiga. Ana. Mashalloh. Bir ko'rsating. Mashalloh. Mana akalar. Forma bichim, uzunligi ko'kjol. Ko'rsaymasin. Janob. Dadil ota ekan Jamshidbek. Aka toyda zo'ri aka, xudo xolasa hozir ko'pkarlarda shunaqa polvonotlar ishlayapti aka. Orqaga ham, oldiga ham polvon bo'lmasa, galalarda qiynalib qolyapti-da aka. Otlar yergilashib ketdi, to'dalar qalin. Qalin aka, mana ko'tlarini mana qarang, orqa so'rlarni torting. Jonivar. Yuvoshligi boshqa gap yo'q. O'ta dahshat yuvoshligi. Odamga yaqinday. O'ta. Mashalloh. O'zim taqalab aka. Haqiqiy bunga mehr beradigan ekanda jonivorga. Aka mehrni beryotgandik. Endi ot qilamiz deb. Endi aka biz hozir bo'zchi-bo'ziga alchimaydi deb. Endi sotishga to'g'ri keldi, sotyapmiz aka. Yaxshilikka. Yaxshilikka, ha, aka buni aytdim-ku 5-6 oy bo'ldi bir kelganiga. Bir yaxshi ot qilamiz, katta ot qilamiz deb. Shu paytga qadriga yetadigan. Aka mana buni bellarini ko'ring, mana qadrlaydigan odamga beraylik. Yag'ir, pag'ir narsa bo'lmagan mana. Toza, hamma yo'q. Chunki 0 kelgan. Bu kelganda bir qadrdon akalar, klientlar ham ko'rgan. O'sha paytlarda ham xaridor bo'lishgan, yo'q, keyinroq sotamiz deb shuni ushab nasib shu kunga ekan aka. Mayli, yaxshi kundamiz, xudo xolasa. Shunday. Inshaalloh yaxshi insonga yetsa akalar biz xursand. Hammaga nasib qilsin shunaqa yaxshilari. Mana akalarim. Yuvoshligi o'qiganda ham yuvvoshmi jigar? O'ta. Yo'q, yeyish aka kombayn. Aka qo'rg'ali, mana to'shlari ham aka, to'shlarni torting. Egallab turing sekin. Mana akalarim. Qashqaga o'zlari. Korobka aka, orqa oldi. Mana oldilari. 5 qashqa aka. Nuqsoni yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa defekt. Oyog'ida, og'rig'i. Eshik. Keling, turganda yaxshilab ko'rsatib qo'ying. Yaxshilab aka, ko'rsatib turing, men sekin to'qib. Jonivor ko'z tegmasin. Mana orqalari. Oyoqdagi o'qi ham bir xil ekanda akalar. Bir xil. Aka ot juda pokiza, rosa tulayapti. Bu yana ozgina tulab. Xudo xolasa yaltirlab qolsa go'zal bo'lib ketadi. Dadil 170 bor hozir. Dadil bor aka. Aka buni endi mingga qilamiz desa, etini pasaytirdik-da. O bosmani ham ko'ryapsizmi aka? Kattada mana bel. Qovurg'a bor. Qovurg'a zo'rding, ha? Uncha tortmanlar yetmaydi. Bo'yi past bo'lsa ham shunaqa qovurg'ali o'tlar baribir qalinda ham, boshqada ham turib beradi-da. Shunday aka, buni oldiga ot qilaman, ozgina sabr qilaman degan odamga tavsiya qilamiz aka. Bir 2 yil ushasa aka. Inshaalloh. Aka oldini otini topish juda qiyin bo'lyapti-da. So'ragan ko'p.
Hı. Yo'qda ham Qirg'izistonda ham aka kam. Oldiga ot juda kam. Qimmat bo'lib ham aka. Endi bu ko'chatda xudo xolasa, Ko'chat aka xudo xolasa. tarbiyani zo'r berilsa inshaalloh. Aka o'ziga moslab oladigan narsa. Hı. O'zini ko'nglidagidek qilib boqib, o'zini ko'nglidagidek ot qiladigan. Yaxshi polvonning qo'liga tushsa xudo xolasa. Shunday. Mana akalarim. Qirg'izistonda sayapkar deyishadi, endi bizda har xil kimdir otboz deydi, kimdir topgar deydi. Yaxshi insonning qo'liga tushsa xullas. Shu ot ichida yurgan, ot yaxshi tushungan insonning qo'liga tushsa menimcha 2 yilda inshaalloh xursand qiladi. Shunday aka, xudo xolasa yaxshi bo'ladigan narsa aka. Ali bilasiz aka, bunday narsa olinmaydi. Ko'ngilga jiz etsa olinadi. Ushaladi aka. Bizda shoshish yo'q, sekin. Orqalari ham makam ekanda. Shoshmay. Polvon janob. Juda polvon. Akalarim. Muhimi odamga juda yaqin ekan, juda eslik ekan akalar. Endi bu yoshda o'sha to'g'risiga buncha o'spirinlar to'polon qilib, o'zini ushlatmay bir nimalar qilib turadi. Odamga juda yaqin ekan, ko'z tegmas. Aka mana yuvoshligi. Bichimi go'zal ekan, Jamshid polvon. Aka o'ta. Aka yosh bolaga ham yuvosh. Ha. Mana aka orqalarini Oxirda yaxshimi turishlari? Nimasi? Oxirda yaxshimi? Aka o'ta. Qaraganda, qashib tozalaganda. Aka yeb ichishi ham zo'r. Yemdi ham shu bedani ham aka shu solganingizni oxirida toza qilib qo'yadi, top-toza qilib. Appetit ham zingding. Appetitga gap bo'lishi mumkin. Aka yuvoshligi o'ta gap yo'q. Aka shunchalik bo'ladi-da bitta ot bo'lsa. Ko'rsatmas. Toy. Nuqsoni yo'qlar aka hech qanaqa bir aka uzoqdan ham tomosha qilgan yo'q-da. Toy. Uydan chiqmay hali svejiy ekanda besprabek ha? Svejiy. Besprabek aka zo'r narsa. Xudo xolasa qarchig'aylari ham zo'r. Mana qo'llari ham aka mana qovurg'a. Aka ot tushungan odam o'zi aytishatmasin. Endi aytib o'tib ketish vazifamiz aka. Qovurg'ali aka, to'shi aka oldilarini ham bir ko'ring mana. Boshiga ish qo'z bo'ldim jonim. Aka bosh ham qo'chqar kalla. Ancha-muncha Rossiyadan kelgan otlarning boshi sal qo'polroq bo'ladi-da. Shunday. Buniki unaqa emas, ko'z tegmasin. Taqaga qanaqa ekan? Taqaga vobshe zo'r aka mana. Zo'r ekanmi? Ha, ko'tarib qo'ying. O'zim taqalar, yangi taqalarim mana. Mana. Aka vobshe yuvoshligi gap bo'lish mumkin emas aka. Ha, ko'rsa. Tak. Zo'r. Hage. Malades. Mehnat bo'pti. Shunday. Ko'z tegmasin. Aka xudo xolasa buni yoshida aka bo'yi, pichimi, Zo'r ekan. masalan katta otni gabaritini beradi. Chizib qo'yganda kalla, qosh qovoq. Jamshidbek 7 yoshgacha o'sadi inshaalloh. Shunday. Alloh bilguvchi. Agar yana bir 5 sm o'sib bersa, kam bir 75 ta. 75 aka oldi qatorda oti bo'ladi aka xudo xolasa. Xudo xolasa. Oldi qatorga yaxshi ishlaydigan ot bo'ladi. Qani bir bosib qo'ying, yengil yurg'izib, qiynamaymiz faqat. Ustiga chiqish ham qiyin bu baland jonivorni. Katta ot deyaverasizlar, shunaqa bo'ladi. Ha, shunday. Ha, polvon. Ha, dadil ko'z tegmasin. Dadilsiz. Yengil, qiynamasdan. Mana akalarim. Bor-borcha ko'rsatib qo'yamiz. Ammo g'ayrati yaxshi ekan. Bir endi yo'q yurganda bellarni berib, sal ot yo'yilib olsa, yaxshi forma uchimlari ham otlarni ham teng bosar ekan. O'nta bosadi aka. Ha. Hozir ariqlarga ham solib ancha o'rgatib qo'ydim. Qaytmaydigan bo'ldimi? Qaytmaydi, ha. Yaxshi ko'z tegmasin. Ko'k borda. Ha, zaryati yaxshi ekan. Zaryat zo'r. Muhimi buni yo'llarni yaxshilab chiqazib, yo'g'iga keyin o'tish kerak. Oldin birinchi rollarni, to'xtovlarni yaxshilab keltirib olinsa, aka toza narsa, belida ham bir haligi bir nimasi defekt yo'q, toza bir yara-para yo'qmi? Oldin minilmaganligi aniq. Asov kelgan buni kelgan paytda aka klientlar ko'p. Aka Xudoga shukr o'zimizga yarasha tanish bilish mashina orqasidan aka gap kelganda aytib ketamiz. Aka Qozog'iston, Tojikiston, Afg'oniston, Qirg'iziston aka shu O'rta Osiyo tomosha qilar ekan. Siz kanalingiz, biz kanalda endi aka. Ustuvin. Maşallah. Aka rahmatini aytib menga telefon qilishadi. Endi sizni nomeringizga bog'lanishmay. Rahmat dedi, otangga rahmat. Shu Islom akangga ham salom aytib qo'ying. Bizdan rahmatini aytgin deydi. Muxlislar juda ko'p ekan. O'zimizdan Qirg'izistondan aka, Afg'oniston, Tojikiston hamma yerdan.
Hammasiga rahmat, muxlislarga kommentariyani bomba qilishdi. O'tganda Gap yo'q bo'ldi. ha, Qoraxonni chiqardik aka. Ishaning talash bo'ldi. Bunaqa kommentariya bo'lmadi. Yo'q, aka, Birorta mana gapingizni oldim, zuru halol aytaman, birorta negativ bo'lmadi. birorta. Men aka Endi hammasini shunday. Hammasini o'qib aka. Haligi hammasiga javobini berib, kerak bo'lsa hammasi bilan haligi muloqotda haligi nima desam bo'ladi? Nazardan chetda qolmaydi-da aka. E'tibor beramiz hammasiga. Yo'q, Rahmat. sog' ol. Hammasiga yaxshi niyat qilib, otololmay haligi egar to'qim masalasi ham rosa ketdi. Xudo xolasa o'sha kommentariy yozganlarni bir ikkitasini o'zim nima qilib qo'ydim, ajratib qo'ydim. Shu haligi siz aytgandek 100 ming bo'lsa, o'sha podarkani shu bolalarga men Jigar 100 mingga ham yetkazmaymiz. Ha, xudo xolasa. Ketsa sizdan ketibdi. yetkazmaymiz aka. Agar komplektmi? 100 Shunday. mingga ham yetkazmaymiz, Ha, beramiz aka, xudo u- xolasa. Xudo xolasa unga ham yetkazmasdan beramiz. Duo mana shu yaxshi kunda. Duo qilib aka, mana Yaxshi yaxshi kunda aka hamma ro'zadorlarga sabr, hammalariga mana yaxshi kunlarda yaxshi niyat qilsa, Xudo xolasa mana shunaqa yaxshi otlar hammasiga nasib qilsin. Ilohim. Xudo xolasa shunaqasi bo'lsin. ha. Xudo xolasa bundan zo'rlarini olib kelib beraveraylik xalqqa. Inshaalloh. Bizni nima deydi? Jigarlar, qadrdonlar, yaxshi insonlar juda ko'pda. Ko'p. Otga qiziqqan, otga yaqinlashgan insondan yomonlik chiqmaydi. Shunday aka. Alloh hammalarga xayr baraka bersin. Kamida shunaqa akalarim, eng kamida oxiringizda, otxonangizda shunaqa otingiz bo'lsin. Bundan-da zo'rlari bo'lsin ilohim. Ko'rganda ko'z quvnaydigan, mashalloh deydiganlari bo'lsin. Bunga ham bitta mashalloh deb qo'yamiz akalarim. Jigar, endi ayting, zo'r qilib. Yaxshi kundamiz, Xudo xolasa, shu kunlarning hurmatidan bir kelishtiring. Shunday aka, kelishtirib aytamiz. Buni aytdim kommentariy bomba bo'lib ketsin. Ha, bunga ham aka Xudo xolasa. Buni kelgan joy aytdim-a, Bishkekdan olib kelganmiz. 5-6 oy mehnatini qildik, yedirib, ichirib, sinovdan o'tkazib aka. Behijolat birovga bersak, hijolat qildiradigan narsa emas. Endi buni siz oyoq qo'liga, yedi ishtisiga, tishlamaslikka, tepmaslikka berasiz kafolat. Yo'g'ini endi Xudo xolasa olgan odam o'ziga moslab xohlaganday tarbiya qilib oladi aka. Lekin to'ki zo'r. Yurish turishi endi hozir aka ot eti bor mana, ko'rdingiz. Bir ashetdan uydan minib kelguncha уже tellar. Hozir buni olib chiqib aniga chopsak aka, issiqlik kunida o'zi bilasiz. Bu yangi mingini chopishga ham to'g'risi gap. Aka oyoq qo'li yengil, Xudo xolasa yuvoshligi hamma yo'g'iga toza narsa o'ziga moslab qilib oladi aka. Pulini talashadigan qilib qo'yamiz har doimgidek. 5300 dollardan tushib beramiz aka. 5300 dollar. Aka 10 ming desam ham bo'laveradi. Meni bilasiz aka, buni shunday o'zi hisob kitobini qilsa aka, gransani o'zlari ko'rib turib aka, otab ketayotganlarda aka, mana men o'zim nechtasini otini shu yerdan o'zimizga kelib qolganda hozir gransi mana bizdan 1-2 kilometr nariroqda kelishdi, qo'ldan kelgancha yordamimizni qilyapmiz. Dokumentlarni qanchada o'tkazayotganini ko'rib bilib turishibdi. O'shanga qarab, mehnatga qarab qo'yamiz aka. Hamma narsani o'ziga yarasha mashaqqati bor, gashti bor, qizig'i bor, nima deydi, og'iri bor, yengili bor akalarim. Like bosib qo'yarmiz inshaalloh. Like bosish emas. Xudo xolasa, lavz u o'tgan galgi Qoraxonmidi nomi? Qoraxon. Talash bo'lib ketdi. O'zimdan ham juda ko'pchilik so'radi akalarim. Hammaga nasib qilsin shunaqa yaxshilari. 5300 dollar Xudo xolasa xayr barakasi bor. Like bosaveringlar, u 100 mingga yetish shart emas akalarim. Shunday. Gap u haligi nima deydi, sonda emas. Aka yetishga oladi buni ham. O'tganda aka birinchi, ikkinchi telefon qilgan odamga baraka berganmiz. Qozog'istonga berdik. Endi nasib pasagan, olib o'tib ketish problema bo'lib o'zimizda qolib ketdi. Shunday bo'ldi. Qozog'istonlik aka ham chiqdi. Eshitib turgan bo'lsa yozib qo'yamiz kommentariyaga. O'zim bilan ham gaplashdi. Shu olib o'tish bo'yicha maslahat so'radi. Shunday. Bilganimizcha aqlimiz yetgancha maslahat berdik. Ko'pchilik so'radi u yoqdan ham. Tojikiston aka, Amerikadan muxlislarimiz juda ko'p. Tindirishmadi. Jonlari sog' bo'lsin. Allohga omonat musofirdagi akalarim. Xudo xolasa sizlarga kuch-quvvat bersin, yaxshilikda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Ro'za oyida sizlarga kuch-quvvat, sabr-toqat qilgan yaxshi amalingizni Alloh ziyoda qilib, ajrini ziyoda qilib beraversin. Polvon, ketdik. Savdoga baraka. Umringizga baraka. Aka. Alloh xayrli qilsin akalarim, sog' bo'lasizlar. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Bilasizlar, Jamshidbek bilan jinday bizni videolarimizni vaqt uzr qilib ketib qoladi. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, ammo men bor uzr akalarim, sog' bo'lasizlar. Yaxshilikda ko'rishguncha barchaga xayr akalarim.